Tavsiya qilasizmi aka har odamlarga? Zo'r aka, olsa bo'ladi. Ya. Hamma ishlatib ko'rib. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar, kanalimiz a'zolari. Mana bir akamiz uyiga drabilkalarni olib keldik. Faqat akamiz so'ragandiki, to'kim kamroq, uchalasidan ham solib keling, alyumin mis aralashtirib, mis bilan ishlaganini olib qolaman dedi. Xudo xolasa hozir ishlatib ko'rsatdim. Tashlavering. Buni ko'p tashlab yuborsangiz ham bo'laveradi, musorib ketyapti lekin. Qo'lim so'kmaymiki? Qo'lim so'kmaymi? Tashlab yuboring, bosib. Ha, u tez o'tkazdiradi buni. Tashlab yuboring, ha. Sen aşağıya kaçarken samanlı meydaniga bo'ladimi? Bundan meydani chiqadi. Ya, bundan maydasini yermaydi. Sökkanni olib tashlasak yaxshi chiqaradi. Lekin esa yana ham chiqaradi bundan. Yan chiqaryapti akam. Yantaq mort bo'ladi-da, uzilib ketadi. Ha, shuni. Bo'ldimi? Ha, hurmatli obunachilar, yantog'imizni chiqargan holati. Aka, qalay, ma'qul keldimi? Yaxshi aka, oldik. Va samo hashaklarini ham chiqarib ko'rsatib berdik. Yantaqni ham chiqarib ko'rsatdik. Yantaqni ham Bosiraverasizlar deb qo'ysangiz aka. Vallahi shu tish bosardas. Endi akalar mahlyovka qilish yo'q, faqat mana akamizni o'zini ham mana videoga olib ko'rsatyapman. Akamizni o'zi olyapti, hali reklama emas maqsad. Endi to'g'ri reklamasi ham bor maqsadida-yu, faqat endi tirikchilik akalar aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. Biz o'zimiz hozir Samarqand viloyati Nurobod tumani Nagorniy shaharchasiga kelganmiz. Mana akamizga olib kelib chiqarib ko'rsatib berdik yantog'idan samonini.